Suriyadagi har xil isyonlarni, fitnalarning orqasida Isroil turibdi. Chunki Isroil davlati, Yahudiylar Suriyada islom kengayishligini va u joyda haqiqiy islom odamlarga o'rgatilishligini ular hech qachon xohlamaydi. Duruzlar isyon qilyapti. Bu Suvayda tomonida Sahnaya degan joyda duruzlar hukumatga qarshi, mujohidlarga qarshi isyon qildi. Va bu isyonni orqasida kim turibdi? Yana Isroil. Duruzlar o'zi aslan kim ular? Ular Qur'onni ulug'lamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ulug'lamaydi. Sahobalarni ulug'lamaydi. Lekin aslan o'zi ular musulmon emas. Muvahhid desa ham, musulmonmiz desa ham, islom yo'lidamiz desa ham, ular aslan e'tiqodi noto'g'ri e'tiqod bo'lganligi uchun u toifa islomdagi toifa emas. Hattoki bunga ahli sunna val jamoa ulamolar ittifoq qilgan. Ulardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haqorat qildi. Haqorat qilganligi sababli ahli sunna nima bo'ldi? Rasulullohni himoya qilib qo'zg'aldi. Rasulullohni haqorat qilishlik ularga hech narsa emas. Chunki Rasulullohni payg'ambar deb tan olmaydi. Nomida, tilda aytishligi mumkin. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni aslan ular o'zlarining o'sha muqaddas kitoblariga asosan yoki buzuq e'tiqodlariga asosan ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hech qachon payg'ambar deb tan olmaydi. Shuning uchun ular bilan hech qachon ahli sunna val jamoa birlashmaydi va birlasholmaydi. Birlashmaydi va birlasholmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi va man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Suriyadagi bo'layotgan hodisalar ko'pchilikka maxfiy emas. U joydagi fitnalar, u joydagi har xil hodisalar ko'rsatadiki, islom ummati o'zini diniga, Robbisini shariatiga qaytishligi kerak ekanligini. Chunki oralarimizdagi bo'layotgan muammolar, kelishmovchiliklar, janjallar, to'polonlar barchasi shariatdan uzoqlashganligimiz uchun yoki adolatni tark qilganligimiz uchun. Chunki islom ummatiga keladigan har xil imtihonlar, har xil sinovlar, ba'zan balolar yoki musibatlar o'zlarini qilgan kamchiliklari sababli bo'ladi. Va yana boshqa sabablar ham bor, lekin musulmonlar kamchilikni o'zlariga qarab, o'zlarini isloh qilishlik uchun harakat qilmoqliklari kerak. Suriyadagi har xil isyonlarni, fitnalarning orqasida Isroil turibdi. Chunki Isroil davlati, Yahudiylar musulmonlarning dushmani. Hech qachon Suriyada mujohidlar, yaxshi insonlar yuqoriga chiqib Suriyani boshqarishligini, Suriyada islom kengayishligini va u joyda haqiqiy islom odamlarga o'rgatilishligini ular hech qachon xohlamaydi. Shuning uchun Isroil davlati hukumatga qarshi bo'ladi, mujohidlarga qarshi bo'ladi, u joydagi harakatlarga qarshi bo'ladi. Bu narsa mana bo'lib kelyapti. Yaqinda sohilda, Laziqiyada va Tortusda qancha fitnalar bo'ldi. Nusoyriylar isyon qildi, qancha mujohidlarni o'ldirdi, qancha oddiy xalqdan insonlar o'lib ketdi. Hattoki aytilindiki, 1000 dan ortiq inson o'lgan. Ya'ni ikkala tomondan umumiy hisoblanganda 1000 dan ortiq inson o'lgan. Mana bu isyonlar natijasida. Alaviylar bilan Nusoyriylar bilan ahli sunnaning o'rtasidagi bu dushmanlik tarixiy dushmanlik. Bu hech qachon tugamaydi. Chunki ikkala yo'lni o'rtasidagi farq osmon bilan yercha. Ularning yo'li botil, zalolatga chaqiradigan yo'l. Ahli sunnaning yo'li esa adolatga, insofga, yaxshilikka chaqiradi. Ular Nusoyriylar Bashar Asad o'zi ham Nusoyriy bo'lgan. Nusoyriylar Bashar Asadni qo'lladi. Suriya xalqiga Bashar Asad qancha zulm qilgan bo'lsa, shuncha yildan beri 10 yildan ortiq zulm qildi, bombaladi, portlatdi, o'ldirdi. Bu zulmlarda u Nusoyriylarning qo'li bor. Shuning uchun ahli sunna ularga nisbatan juda ham adovati katta. O'rtadagi
urushlar mana shu narsadan ham kelib chiqyapti. Qancha odamlarni shu Laziqiyada, Tortusda o'ldirgan ular, Himisda o'ldirgan, G'otada o'ldirgan, Halabda va hokazo urush bo'lgan joylarda qancha ahli sunnani odamlarini o'ldirgan. Hatto ayollar, hattoki bolalar. Laziqiyada Banyas degan joyda 2013-yil qancha bolalarni ular Nusoyriylar, Alaviylar so'yib yuborgan. Bu narsalardan ikkala tomondagi odamlarning o'rtasida juda ham bir-biriga nisbatan adovat, nafrat paydo bo'lgan. Shuning uchun ahli sunna bo'lgan insonlar ularni yoqtirmaydi, ularni xohlamaydi. Chunki ular agar siz yaxshilik qilaman desangiz, ularga yaxshi sharoit qilib beraman desangiz, ular sizga isyon qilishligi mumkin. Mana bu sohilda ko'rildi. Ba'zan ahli sunna alamidan ularga qarshi chiqadi. Chunki ichida alami bor. O'sha ularga qarshi chiqayotganlarni yaqini o'ldirilgan ular tomonidan, yoki farzandi o'ldirilgan, yoki akasi o'ldirilgan, yoki dadasi o'ldirilgan va hokazo ularning yaqinlari o'ldirilgan Nusoyriylar tomonidan. Shuning uchun ularning adovati bor, nafrati bor. Bu narsa tugamaydi. Qachon haqiqiy islom kirsa, odamlarning o'rtasini isloh qiladigan shariatimiz hokim bo'lsa, mana shunda isloh bo'lishligi mumkin. Va bu Nusoyriylarga islom ko'rsatmasi asosida muomala qilmoqlik kerak. Albatta islom adolatga chaqiradi. Albatta islom o'ldirish, yo'q qilishlikdan qaytaradi. Balki adolat bilan ularga muomala qilinadi. Tarixda ham ular bilan ahli sunna yashab kelgan, o'sha mintaqalarda tarixdan beri ular bor. Ba'zan isyon qilgan, ba'zan ahli sunnani o'ldirgan, ba'zan xiyonat qilgan, ba'zan har xil ishlarni qilgan. Bularga qarshi ularni sindirgan, ularni zaiflashtirgan va shu bilan birga u yerdagi shu bolalar, ayollar, urushga aloqasi bo'lmaganlarda doim qoni himoya qilingan, ularni joyi, ularni joni omonda qilingan. Endi mana bu oxirgi kunlardagi bo'layotgan ishlar mana kechadan oldingi kun, bugun duruzlar isyon qilyapti. Bu Suvayda tomonida Sahnaya degan joyda duruzlar hukumatga qarshi, mujohidlarga qarshi isyon qildi. Va bu isyonni orqasida kim turibdi? Yana Isroil. Chunki Isroil Suriyani birlikda, birdamlikda bo'lishligini, u joydagi musulmonlar kuchayishligini hech qachon xohlamaydi. Bu uni strategiyasiga to'g'ri kelmaydi. Hatto Netanyahu buni ochiq aytayapti va Isroil mudofaa vaziri bu narsani ochiq aytayapti. Biz Suriyani bo'lmagunimizgacha tinchimaymiz deyapti. Ochiq ular musulmonlarga qarshi ekanligini ochiq aytayapti. Hattoki yaqinda Netanyahu bu O'rta Sharqda xilofat hech qachon bo'lmaydi dedi. Ya'ni islom xilofati, islom davlati hech qachon bo'lmaydi dedi. Bu gapini ostida katta narsa bor. Bu gapi bilan nima demoqchi? Musulmonlarga aytmoqchiki, sanlar hech qachon davlatingni islom davlatini qila olmaysan. Bu turklarga ham qaratilgan gap, bu suriyalik arablarga ham qaratilgan va yana boshqa musulmonlarga ham qaratilgan gap. Ularga aytayaptiki, musulmonlar hech qachon davlatini qila olmaydi. Demak, ular bunga qarshi bo'ladi. Siz kuchayishlikka harakat qilsangiz, sizni yo'qotishlikka, sindirishlikka harakat qiladi. Duruzlardan ular foydalanyapti. Duruzlar ham agar aqlini ishlatsa, ozgina o'ylasa, ularga bunaqa yem bo'lmaydi. Ularni yemi, ularni quroli, ularni o'yinchog'i bo'lib ular o'ynab beryapti. Hukumatga qarshi isyon qilishligi bilan. U joyda o'zi 3 toifa duruzlar bor. U joyda Hajariylar oilasi bor, keyin Hannaviylar oilasi va keyin Jarbovlar oilasi. Hajariylar oilasi mana shu Isroilni yordamiga tayanyapti, Isroil bilan birgamiz deyapti, Isroildan yordam so'radi va Isroil ham ularga yordam berishligini ochiq aytdi, Netanyahu bo'lsin yoki mudofaa vaziri bo'lsin. Bular hozir isyon bilan mujohidlarga qarshi chiqyapti. Va ikkinchisi Hannaviylar. Bular oldin Bashar Asadga qarshi suvarlar bilan, mujohidlar bilan
Bashar Asadga qarshi kurashgan. Va Jarbo oilasi esa bular o'rtada hech kimga aralashmasdan Bashar Asadni ham qo'llamagan, ba'da mujohidlarni ham qo'llamagan, o'rtada turgan. Demak, biz bularni ajratib olishligimiz kerak. Uchalasi ham agar qaraydigan bo'lsangiz, o'zini saqlashlik uchun bu ishni qilgan. Urushga aralashgani ham aralashmasak bo'lmaydi, chunki o'zimizni saqlashligimiz kerak. Birligimizni, birdamligimizni, o'zimizni nufuzimizni saqlab qolishligimiz kerak deb urushga aralashgan. Urushga aralashmasdan o'rtada turgani ham mana shu maqsadda va Bashar Asadni qo'llagan, zolimni qo'llagan Hajariylar oilasi ham o'zini nufuzini saqlab qolishlik uchun uni qo'llagan. Demak, hammasini o'zini maqsadi bor. Duruzlar o'zi aslan kim ular? Biz ularni tanib olishligimiz kerak. Ko'pchilik odamlar bilmaydi, chunki ular ozchilik toifalar bo'lganligi uchun ular Suriyada mana bor, hozir kunda Falastinda bor, yana Lubnanda ham bor, Iordaniyada oz bo'lishligi mumkin. Yana boshqa ba'zi mamlakatlarda oz ular topiladi, lekin ular katta toifa emas, katta jamoat emas. Chunki ularni aqidasida tashqaridan kirgan odamni qabul qilmaydi. Durust bo'lib tug'ilishlik kerak, keyin o'sha odam durust bo'lishligi mumkin. Lekin tashqaridan durust e'tiqodini, ularni buzuq e'tiqodini qabul qilib kirishlik mumkin emas. Bularning e'tiqodi, eng buzuq e'tiqodi, mana shu e'tiqoddan keyin boshqa buzuq e'tiqodlar kelib chiqadi. Ular al-hakimu bi amrillah Fotimiyni iloh darajasiga ko'taradi. Uni ulug'lab hattoki iloh darajasiga ko'targan. Uni jasadida iloh shakllangan deb ular aytadi. O'zlarining muqaddas kitoblari bor. Ular Qur'onni ulug'lamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ulug'lamaydi. Sahobalarni ulug'lamaydi. Bizni ahli sunna imomlarini, olimlarini ular hech qachon ulug'lamaydi. Chunki ularning dini boshqa. Ular ko'rinishda o'zlarini muvahhidlar deb aytadi. Durust deb aytsangiz, ular bu narsani yoqtirmaydi. O'zlarini muvahhidlar yoki yana boshqa nomlar bilan o'zlarini ular nomlaydi. Lekin aslan o'zi ular musulmon emas. Muvahhid desa ham, musulmonmiz desa ham, islom yo'lidamiz desa ham, ular aslan e'tiqodi noto'g'ri e'tiqod bo'lganligi uchun u toifa islomdagi toifa emas. Hattoki bunga ahli sunna val jamoa ulamolar ittifoq qilgan. Abu Hanifa rahimahullohni mazhabidagi olimlar bo'lsin, Burhoniddin Marg'iloniy bo'lsin, yoki Kamal ibn Humam bo'lsin, yoki Badriddin Ayni bo'lsin, yoki Ibn Nujaym bo'lsin, rahimahumullohlar. Bularni barchasi ularni zalolat yo'lda ekanligini va ularni yo'li kufriy, shirkiy yo'lda ekanligini ochiq kitoblarda aytishgan. Va yana boshqa mazhab olimlari ham ularni adashgan toifa ekanligini aytgan. Chunki ularda shirkiy, kufriy, xurofat bo'lgan aqidalar, e'tiqodlar bor. Shulardan biri, eng asosiysi, al-hakimu bi amrillah Fotimiyni ular iloh darajasiga ko'taradi va uni ulug'laydi. Va yana u qaytadi deydi. Qiyomatga yaqin qaytadi deydi. U bilan bizga qarshi bo'lgan, durustlarga qarshi bo'lganlarni o'ldiramiz, yo'q qilamiz deb aytishadi. Va yana ularning buzuq e'tiqodlaridan inson o'lgandan keyin undagi ruh boshqa jasadga o'tadi deb e'tiqod qiladi. Va yana Qur'oni Karimda ularning buzuq e'tiqodlari bor. Shuning uchun ular aslan Qur'oni Karimga iymon keltirmaydi. Payg'ambarlarga iymon keltirmaydi. O'zlarini shu sheyxlari bor, Aqloniy degan katta o'zlari ulug'laydigan sheyxlari bor. O'sha sheyxlarini ulug'lashadi. O'sha sheyxlar payg'ambarlardan ham, solih insonlardan ham, sahobalardan ham ustun turadi ularning nazdida. Shuning uchun ular sahobalarni hech qachon ulug'lamaydi. Mana bu janjal, o'zi Suriyadagi janjal kuchayib ketishligiga sabab nima bo'ldi? Ulardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haqorat qildi. Haqorat qilganligi sababli ahli sunna nima bo'ldi? Rasulullohni himoya qilib qo'zg'aldi. Qo'zg'algandan keyin bu narsa kuchaydi. O'sha Sahnaya degan joyda urush bo'ldi. U tomondan ham, bu tomondan ham qancha odamlar qurbon bo'lgan, qancha odamlarning qoni to'kilgan. Rasulullohni haqorat qilishlik ularga hech narsa emas. Chunki Rasulullohni payg'ambar deb tan olmaydi. Nomida, tilda aytishligi mumkin. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aslan ular o'zlarining o'sha muqaddas kitoblariga asosan yoki buzuq e'tiqodlariga asosan ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hech qachon payg'ambar deb tan olmaydi. Agar payg'ambar deb tan olganda Rasulullohning sunnatlariga ergashardi.
Agar payg'ambar deb tan olganda Rasulullohning sunnatlari, sahih sunnatlari bo'lgan Imom Buxoriy rahimahullohning kitoblariga ergashardi. Agar payg'ambar deb, sodiq payg'ambar deb tan olganda Imom Muslimning kitoblariga, sahih kitoblariga ergashardi va yana boshqa sunna kitoblariga ular ergashardi. Lekin afsuski ular ergashmaydi. O'zlarini chiqargan kitoblari bor, o'zlarini chiqargan e'tiqodlari bor, o'zlarini chiqargan yo'llari bor. O'sha yo'ldan yurishadi. Shuning uchun ular bilan hech qachon ahli sunna val jamoa birlashmaydi va birlashalmaydi ham. To'g'ri, yuzaki ba'zan siyosatan ular bilan muomala qilishlik mumkin. Qon to'kilmasligi uchun, janjal bo'lmasligi uchun, ahli sunnaga, musulmonlarga boshqa tomondan zarar kelmasligi uchun ba'zi o'rinlarda ular bilan kelishlik mumkin. Boshqa mana yahudiylar bilan, nasroniylar bilan yoki majusiylar bilan kelishishlik mumkin bo'lgandek. Qachon bu? Islomga, musulmonlarga foyda bo'lgan o'rinda. Va ular bilan kelishmaslik islomga va musulmonlarga agar zarar olib keladigan bo'lsa, mana shu o'rinlarda ular bilan shu shartlar asosida ulamolar qo'yib bergan, shu kofirlar bilan qanday kelishiladi, ular bilan qaysi paytda kelishilardi va bu shartlar qanday bo'ladi? Bu narsalarni fuqaholar kitoblarda, fiqhiy kitoblarda aytib bergan, o'sha asosida bo'lishligi mumkin. Lekin ularga do'stlikni e'lon qilishlik, ular bilan birlikni e'lon qilishlik, ulardan baroatni e'lon qilmaslik bu noto'g'ri narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir odamga chiroyli muomala qilganlar. Chiroyli muomala qilib, chiroyli gaplashib ketaverasiz, lekin bu degani ularni e'tiqodiga, bu degani ularni buzuq yo'liga rozi bo'lishlik degani emas. Musulmon odam mana shu narsani yaxshi bilib olishligi kerak. Musulmon odam agar dushmanini tanimasa, dushmanini bilmasa, o'ziga qarshi odamlarni bilmasa, u ertaga dushmanini do'st deyishligi mumkin. Yoki buzuq e'tiqodni bilmasa, shiyalarni buzuq e'tiqodi bor, nusayriylarni buzuq e'tiqodi bor, yoki duruziylarni buzuq e'tiqodi bor, nasroniylarni va hokazo, bu narsalarni musulmon odam agar bilsa, keyin o'sha yomonlikdan saqlanadi. Yomonlikni o'rganiladi. Nima uchun? O'sha yomonlikka tushmaslik uchun. O'sha yomonlikdan ehtiyot bo'lishlik uchun. Demak, musulmonlar o'zlarini dinlarini o'rganishsa, to'g'ri yo'lda o'rganishsa, mana shunda ularni yomonligidan, ularni fitnalaridan omonda qoladi. Isroil bilan bo'lgan kurash bu qiyomatgacha davom etadigan kurash. Isroil hozir katta kuchi bilan Suriyaga qarshi harakatni boshlagan. Nusayriylarni qo'zg'atdi, orqadan qo'zg'atishlikka harakat qildi va bu reja amalga oshmadi. Sohildagi nusayriylarni qo'zg'atishlikda Eronda ham qo'li bor edi. Bu Isroilni ham orqadan qo'li bor edi. Kuchaytirishlik uchun, Suriyani bo'lishlik uchun harakat qilyapti. Shuning uchun bu narsalarda uni qo'li bor va endi duruzlardan foydalanyapti. Duruzlar ularga nima bo'lyapti? O'yinchoq bo'lib beryapti. Hozir o'sha Hikmat Hajariy degan u joydagi Hajariylar oilasini sheyxi bor. Mana shu ochiq aytayaptiki, biz Isroildan yordam olamiz, Isroil yordam beradi, bizni Isroil qo'llab-quvvatlaydi dedi. Isroildan yordam so'ragandan keyin Netanyahu ham ochiq aytdi, biz bularni, bu Hajariylarni, ya'ni shu duruzlarni nima qilamiz deyapti? Qo'llab-quvvatlaymiz deyapti. Hatto bu Isroilda, Falastinda bir nechta duruzlar bor, ya'ni adadi u joyda ancha ko'p. Bularni katta sheyxi Muvaffaq Torif. Bu odam ham duruzlarni sheyxlaridan, kattalaridan. Bu ham fitnani tagida bor. Bu ham Isroil davlatini Suriyaga qarshi, mujohidlarga qarshi qo'zg'ayapti, fitnani kuchaytirishlikka, urushni kattalashtirishlikka va Suriyani bo'lishlikka ular harakat qilyapti. Ular bu Falastindagi duruzlar, bu toifa Isroil bilan bitta. Hattoki G'azodagi musulmonlarni o'limida ham, u joydagi zulmlarda ham bularni sherikchiligi, bularni qo'li bor. Chunki Falastindagi duruziylar Isroil davlatini ichida, armiyasining ichida bor. Ularga alohida katiba, alohida bo'lim, alohida jamoat ajratilgan, o'shani ostida ular harakat qiladi. Demak, ular Isroil bilan bitta. Musulmonlar shuni bilishni kerakki, bu shiyalar yoki nusayriylar yoki duruziylar yoki yana boshqalar islomga qarshi, ahli sunnaga qarshi kim bilan bo'lsa birlashib ketaveradi. Buni biz misollarini juda ham ko'p ko'rdik. Iroqda bo'ldi bu narsa, mana Suriyada bo'ldi,
Mana hozir ham bu narsa davom etyapti. Musulmonlarga qarshi ular kim bilan bo'lsa birlashaveradi. Amerika bilan ham birlashaveradi, Isroil bilan ham birlashaveradi, Rossiya bilan ham birlashaveradi, boshqasi bilan ham birlashaveradi. Al-muhim ahli sunna val jamoa kuchaymasin. Al-muhim musulmonlar rivojlanmasin. Al-muhim musulmonlarning davlati parokanda bo'lsin. Shuning uchun bular dushman. Ularni hech qachon do'st tutmaslik kerak. Siyosatan ba'zan musulmonlarning foydasi uchun ular bilan siyosat qilishga majbur bo'lasiz. Bu boshqa narsa. Lekin ularni do'st tutib, ularga yaqin bo'lib, ulardan baroatni e'lon qilmasdan, ular bilan opoq-chopoq bo'lishlik bu islom yo'li emas. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innalloha la yahdil qawmaz zolimin." Ey iymon keltirganlar deb Alloh taolo xitob qiladi. Ey iymon keltirganlar, yahud va nasroniylarni do'st tutmanglar. Islomni da'vo qilgan hammaga taalluqli bu. O'zbekistonda bo'ladimi u? Qirg'izistonda bo'ladimi u? Suriyada bo'ladimi u? Turkiyada bo'ladimi? Boshqa joyda bo'ladimi? Hammaga taalluqli bu xitob. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytayapti: "Ey mu'minlar, mu'minlikni, musulmonlikni da'vo qilgan ey insonlar, yahud va nasroniylarni do'st tutmanglar. Ular bir-biri bilan do'st. Siz bilan do'st emas. La yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma." Mu'min haqida ular ahdga ham, qarindoshchilikka ham vafo qilmaydi. Buni tan olmaydi ular. Siz mu'min bo'lsangiz, payg'ambaringiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashaman desangiz, kitobim Qur'on, men kitobim Qur'onni yo'lini ushlayman desangiz, hech qachon sizga bergan ahdiga vafo qilmaydi, sizni do'st deb hech qachon e'tiborga olmaydi, sizga xiyonat qiladi, sizni yo'qotishga harakat qiladi. Mana buni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytayapti. Ular bir-biri bilan do'st. Kim ularni do'st tutadigan bo'lsa, ularni diniga, ularni yo'liga rozi bo'ladigan bo'lsa, u o'shalardan bo'ladi u. Albatta Alloh subhanahu va taolo zolimlarni hidoyat qilmaydi. Yahud va nasroniylarni do'st tutgan, Yahud va nasroniylarning bayrog'ini ko'tarib, ular bilan do'stmiz deb, ularning kufrini, shirkini ko'targan, e'lon qilgan, olqishlagan odamlar Alloh subhanahu va taoloni hidoyatidan mahrum bo'lgan odamlar. Alloh taolo bunaqa zolimlarni, Yahud va nasroniylarni do'st tutgan zolimlarni hech qachon Alloh taolo hidoyat qilmaydi. Hozir mana Suriyadagi vaziyat juda ham chigal, juda ham muammoli vaziyat. Suriya holati juda ham ya'ni og'ir holatda. Chunki har xil toifalar bor. Hali bu narsa tugashligiga ancha vaqt kerak, ancha ishlash kerak, ancha harakat kerak, ancha islohot yo'llarini amalga oshirishni kerak. Mana bunda keyin isloh bo'lishligi mumkin. Chunki shuncha mana vaqtdan beri bu Asadlar oilasi o'tirgandan beri odamlarni bir-biriga adovatli qilib yuborgan. Shiyalar sunniylar bilan dushman, yana u joyda nasroniylar bor, yazidiylar bor, yana boshqa toifadagi insonlar bor. Bular hammasi bir-biriga qarshi bo'lib ketgan. Bir-biriga adovati bor, bir-birini yoqtirmaydi, bir-biri bilan kelisholmaydi, bir-biri bilan bir joyda o'tirolmaydi. Shunaqangi holatga kelgan. Bularni isloh qilishlik uchun urushdan keyin 2011-yil boshlangan urushdan keyin bu yana ham kuchayib ketdi. Mana bulardan keyin odamlarning ichida bir-biriga nisbatan, bu toifalarning ichida bir-biriga nisbatan juda ham katta adovat bor. Bularni isloh qilishlik uchun, bularni to'g'rilashlik uchun ancha vaqt kerak. U tomonda mana Derizor tomonda, bu Hasaka tomonda, Roqqa tomonda PKK bor. PKK bilan ham hali muammolar hal qilingan yo'q. To'g'ri, ular bilan ba'zi narsalarda kelishildi, lekin ular bilan birlashib ketishligi, ular bilan yaxshi holatga kelib olishligi juda ham qiyin. Chunki ikkala tomonda ham bir-biriga nimasi bor? Adovati bor. Ikkala tomon ham bir-biri bilan kechaginda urushib yurgan edi. Buni isloh qilishlik uchun albatta vaqt kerak. Buni isloh qilishlik uchun albatta ishlashlik kerak. Buni isloh qilishlik uchun ko'p harakatlarni amalga oshirishlik kerak. Va yana boshqa muammolar juda ham ko'p. Mana hozir mana duruzlar bilan bo'lgan muammo, bu muammo ham hal bo'lmaydi. Bu hattoki katta urushga olib borishligi mumkin. Chunki Isroildan qurol kirishni boshladi, duruziylarni qo'llab, ularga qurol beryapti, ularni jarohatlanganlari, ularga mana yomon nimalar kelgan bo'lsa, ularni hattoki Isroilga qarab olib ketyapti, davolashlik uchun.
bemalol ularni kattalari Isroilga kirib chiqyapti va hokazo mana shunday yomon holatda. Ya'ni bularni orqasidan nima kelib chiqadi? Albatta katta urush. Isroil ham mana shuni xohlayapti va mana shuning uchun intilyapti. Hattoki mana kecha Suriyaning bir nechta joylarini, Damashqda bir nechta joylarini tepadan urgan, hattoki o'sha prezidentlik qasrini urgan va yana muhim joylarga ular zarba bergan. Bular ko'rsatadiki, kelajakda albatta ular bilan urush bo'ladi. Urushdan hech qachon hech kim qocholmaydi. Yahudiylar bilan urush bu qiyomatgacha davom etadi. Chunki yahudiylarning yo'li musulmonlarni joyini bosib olishlik. Kim bunga rozi bo'lsa, ularga qul bo'lib, ularni aytganini qilib, mana duruzlarga o'xshab ketaveradi. Lekin rozi bo'lmagan, o'zini haqqini bilgan, dinini himoya qilgan, Robbisini buyruqlarini qilaman degan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'ldan yuraman degan odam hech qachon ularga rozi bo'lmaydi, ular bilan urushadi. Urushadi, yo shahid bo'ladi, yo g'olib bo'ladi. Bu narsadan hech qachon urushdan hech kim qochib qutula olmaydi. Vaqtinchalik buni kechiktirishlik mumkin. Vaqtinchalik ba'zi ishlarni qilishlik mumkin. Kuchni to'plashlik uchun, imkoniyatlarni kengaytirishlik uchun, iqtisodiy holatni yaxshilashlik uchun, qurolli tomonni yana ham shakllantirishlik uchun ba'zi ishlar qilinishligi mumkin, lekin albatta bu urush bo'ladi, bu urushdan qochilmaydi, chunki yahudiylar ham ochiq bu narsani aytayapti va musulmonlar ham bu narsani ochiq, aniq bilishlik kerak. Yahudiylar bilan urush davom etadi. Demak, bizga chiqadigan foyda yahudiylarni biz tanishligimiz kerak, yahudiylar kimligini bilishligimiz kerak va duruzlarni kimligini bilishligimiz kerak. Bular e'tiqodi buzuq bo'lganligi uchun yahudiylar bilan ham birlashib ketaveradi, boshqasi bilan ham bular birlashib ketaveradi. Va yana bilishligimiz kerakki, bizni kuchaytiradigan narsa Alloh subhanahu va taoloning shariatini ushlashlik. Alloh taoloning shariatiga to'liq kirishlik. Chala bul emas. Bir tomon ushlab, bir tomon tashlab yuborish emas, balki to'liq kirishlik. Udkhulu fi silmi kaffatan, islomga to'laligicha kiringlar deb Alloh taolo aytgandek, to'laligicha islomga kirishlik. Islom shariatini o'ziga asos qilib olishlik. Mana bunda Alloh subhanahu va taoloning nusrati keladi. Allohning g'alabasi keladi. Mujohidlar Damashqqa kirdi. Damashqqa kirishligi nima bilan bo'ldi? Allohning nusrati bilan bo'ldi. Alloh taolo tavfiq berdi. Alloh taolo qo'llab-quvvatladi. Demak, bundan keyin ham ular yana Allohning buyrug'ini qilib davom etadigan bo'lsa, albatta Alloh subhanahu va taolo nusrat beradi. Va yana bir narsaga musulmonlar amin bo'ldiki, dunyo hozir quvvatni tan oladi. Sizning kuchingiz bo'lsa, siz kuchlisiz. Sizning quvvatingiz bo'lsa, qurolingiz bo'lsa, tayyorgarligingiz bo'lsa, keyin sizdan qo'rqadi. Bo'lmasam ular hech qachon sizdan qo'rqmaydi. Kuchingiz bo'lmasa, tayyorgarligingiz bo'lmasa, qurolingiz bo'lmasa, iqtisodingiz bo'lmasa, sizni ular mensimaydi. Demak, musulmonlar bu tomoniga ham e'tibor berishligi kerak. Albatta Alloh subhanahu va taoloni musulmonlarga nusrati batahqiq keladi agar musulmonlar Alloh taologa haqiqiy mu'min bo'lsa. Shuning uchun Alloh taolo oyatda aytdiki: "Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin." Mu'minlarga yordam berishlik bizga haq bo'ldi. U mu'minlar kim ular? Haqiqiy mu'minlar, haqiqiy ma'nodagi mu'minlar, Allohga qul bo'lgan mu'minlar. Shuning uchun yana boshqa oyatda Alloh taolo aytdiki: "In tansurulloha yansurkum va yuthabbit aqdamakum." Agar Alloh taologa yordam bersalaring, Allohning shariatini agar qoyim qilsalaring, Allohning shariatiga ergashsalaring, albatta Alloh taolo sizlarga nusrat beradi, g'alaba beradi. Alloh subhanahu va taoloning nusrati albatta keladi. Albatta Alloh subhanahu va taolo qadamlarini sobit qiladi. Agar Allohning shariatiga qaytadigan bo'lsak, o'zimizni kim ekanligimizni biladigan bo'lsak, biz musulmonmiz, biz mu'minmiz, biz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlarimiz. Qachon Muhammad sallallohu alayhi vasallam yo'llariga qaytsak, mana shunda ularga kelgan azizlik bizlarga ham keladi. Alloh taolo haqda sobit qilsin. Vallohu a'lam va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.